بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي والأربعون قرق برنش درس معاني الكلمات سوزدرني معنالر قريب يقن بعيد أزاق سهل أنسان صعب قين ميزان ترازو موازين ترازولر وزن ölçede tarttı yazını ölçeyaptı yoki ölçeydi zin ölçe vaznun ölçep tartmak o'lchab tortdi deb ma'no beramiz. Mas'alatun masala, muammo, masailu mas'alalar. Aroda xohladi, yuridu xohlayapti yoki xohlaydi, arid xohla, irodatun bu xohlamoq. Munzu dan beri qo'shimchasi sallatun savatcha, silalun savatchalar. Qattu hech. Iza qachon agar. Iza jaa qachon kelsa, an moq deb ma'no beriladi, moq qo'shimchasi. يجب عليك senga shart. يجب عليك أن تقرأ درسك. Darsingni o'qish senga shart. Senga shart. Yajibu shart. Nima shart? An taqra'a o'qimog'ing, o'qishing nimani? Darsaka darsingni. Jumlalarni tarjima qilamiz endi. Ayna al-mizanu? Hunaka fi ad-dukkani. Tarozu qayerda? U yerda, do'kon ichida. Wazantul aynaba bil-mizani. Uzumni tarozu bilan tortib o'lchadim. هذه المسألة صعبة جدا وهذه سهلة. Bu mas'ala juda ham qiyindir va bu osondir. Vazantu tuffaha. Olmani tortdim, o'lchab tortdim. Yuzanu tuffahu. Olma o'lchanib tortiladi. Faridun yazinu tuffaha bil mizani. Farid olmani mizon tarozu bilan tortib o'lchayapti. Ayna wada'tal burtuqala? Huna fis sallati. Apelsinni qayerga qo'yding? Bu yerga fis sallati savatchani ichiga qo'ydim. Hal ra'ayta sahibaka sa'idan al-yawma? La ma ra'aytuhu munzu 5 ayyamin. Sa'idan al-yawma. Nedan keyin ya'ni ne sukun bo'lib qolgan bu yerda saidan kasra bilan o'limiz i bilan saidanil yawma qilib. Bugun do'sting Saidni ko'rdingmi? Yo'q. Ma ra'aytuhu. Men uni ko'rganim yo'q 5 kundan beri, munzudan beri. Hal ta'rifu muallimana ya Faridu wa hal ra'aytahu? La ya sayyidi, la a'rifuhu qattu. Ey Farid, ustozimizni taniysanmi? Bildingmi? Va uni ko'rdingmi? Yo'q, ey hojam, ey sayyidim, men uni bilmadim. Bilmadim, qottu hech ham bilmayman. Hech ham bilmayman deyiladi uni. Darsunal yawma sa'bun jiddan va kana darsul amsi sahlan jiddan. Bugungi darsimiz juda qiyin. Va kechagi darsimiz juda oson edi. Hal turidu an tazhaba ma'ya ila as-suqi? Na'am bikulli sururin. Men bilan birga bozorga borishni xohlaysanmi? Ha, xursandchilikni barchasi bilan. Bayti qaribun min as-suqi. Uyim bozorga yaqin. Qaribundan keyin min kelsa, min jar harfi kelsa, ila ma'no beramiz. Ga ma'no beramiz. Shunda bozorga yaqindir bo'ladi. Baytukum ba'idun minal madrasati. Uyingiz madrasadan uzoqdir. Ba'idundan keyin min kelsa, bin ma'no beramiz. Yajibu ala tilmizi an yahtarima muallimahu daiman. O'quvchiga shart bo'ladi. Nima? Ustozini doimo hurmat qilish. يجب علينا أن نحترم أبوينا. Qofiyaga tushibdi. Bizga shart bo'ladi ota-onamizni hurmat qilishimiz. Ota-onamizni hurmat qilishimiz bizga shartdir. Iza aradta an takuna rajulan aliman fajtahid fi darsika kaseeran. Agar olim kishi bo'lishni xohlasang, darsingda ko'p tirishgin.
Yajibu alayya an aqra'a darsi. Menga darsimni o'qishim shartdir. Ad-difa'a ilbasi ad-difa'a iza kana al-yawmu baridan va iza ishtadda al-bardu falbasil farwata. Agar kun sovuq bo'lsa, paltoni kiygin. Agar sovuq qattiqlashsa, shubani kiygin. خرجت أمي إلى السوق فدخلت دكانا فاشترت 3 أرطال عنبا وبطيخا وشماما ثم رجعت إلى البيت. Onajonim bozorga chiqdilar va do'konga kirdilar va 3 qadoq uzumni va bitta tarvuz va bitta uzumni sotib oldilar. So'ng uyga qaytdilar.